Assalomu alaykum birodarlar, sog'-salomatsizlar do'stlar. Mana bu ko'rinish menga o'xshagan yoqimsiz-u, lekin buni foydasi oltinga tengligi haqida bilarmidingiz? Birodari aziz, mana bu ko'rganingiz kolyochnik deb aytiladi. Ko'ryapsizmi do'stlar? Mana shu. Ana shuni bir osh qoshiqni 600 gram qaynoq suvga damlaysiz va 3 mahal iste'mol qilasiz damlamasini. Qarabsizki, prepatga bormi? Jismoniy zo'riqishlar bormi va afrodiziak kasalligi, ya'ni erkak va ayolda, esingizda bo'lsin, erkak va ayolda ruhiy, ya'ni asab tomonlama jinsiy xohish, ya'ni moyillik yo'qolib ketishida ham davolash xususiyati bor ekan do'stlar. Ana shundoq narsa bo'ladi, gullagan vaqti mana bu shaklda bo'ladi. Bu rastropsha yoki chertopoloq emas birodarlar. Yaxshilab diqqat bilan kuzating. Xullas do'stlar, ana shu narsadan foydalaning. Xudo xolasa juda ham bir shifobaxsh, foydali mahsulot ekan. Sog' salomat bo'ling, Allohga omonat, xayr, asossiz o'zida asrang.